Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga dars oralig'idagi 10 minut degan hikoyani o'qib beraman. Dars oralig'idagi 10 minut. Darsdan tushish qo'ng'iroqqa chalindi. O'quvchilar sinflardan chiqib, tarbiya maydoniga yugurishdi. Birdamning ichida maydon jonlanib ketdi. Har kim o'zi xohlagan o'yinlarni o'ynamoqda edi. Maktab hovlisining sharqiy tomonida bir tik-tak top taxtasi bor edi. Uning atrofini o'rab olgan bolalar to'pdan pat-pat barakalla va xushal kulgi ovozi yangrab turardi. Tik-tak top o'ynayotgan kichik azmatlar nima degan mahra yemish-yemishni bir numar hal qilsinmi, ular o'ynaganda shu tirikishdiki. Hatto to'p 10 qitimlab u yoqdan bu yoqqa o'tib tursimi, har ikki tarafni mo'r ololmaydi. Tik-tak top taxtasining o'yinidagi yo'g'on daraxt ostida nurg'un bolalar cho'rdishib turardi. Ba'zi bolalar daraxtga osilgan xodimlarga yamashotdi. Cho'ngroq bir bola xodidan sirilib tushgan kichikina bir irg'ibla xodini ching tutib, xuddi kichik maymundek epchillik bilan yamashib, tezlik bilan yuqori o'rlashga boshladi. Bu birdamdan ichida xodidan uchiga chiqdi-da, intayin xushalik bilan tovoniga kulib qaradi. Qum-xalta o'yini bolalarning to'liq yoqtiradigan o'yinlaridan biri. Bolalar maydonning g'arbiy tarafidagi tom tubiga guruhlarga bo'linib, g'ayrat bilan o'ynashga boshladi. Qarama-qarshi turgan kitob bolalar o'rtasida turgan bolaga qum-xalta bilan shiddatli hujum qiladi. O'rtadagi bola turgan bolalar qum-xalta bilan shiddatli hujum qiladi. O'rtadagi bola butun diqqati bilan qum-xaltadan uchib keladigan tarafga qarab, ko'z uzmay qarab turadi. Qum-xalta etilgan hamon u o'zi qochiradi yoki egiz past sakraydi. Qum-xalta tezkasa u abjil harakat bilan sakrab uni o'tkazib o'tadi. Qum-xalta orqa tarafdan kelsa, chaqqonlik bilan burilib, qap kelib tutiladi. U g'alaba qozonganda qalbi bayrab xushalliqdan sakrab ketdi. Dars oralig'idagi faoliyatlar haqiqatan mazmunli va qiziqarli bo'lg'ach, maydon o'rtasidagi yana ba'zilar rezinka otlag'ich o'ynasa, ba'zilar arg'amchi sakratadi, ba'zilar tepatadi. Birinchi yillikdagi kichik savodashlarning muallimi yetakligida o'ynagan sonning cho'jaylishi degan o'yinni to'liq qisqaroq edi. Xo'sh,